Katta mana suvi bilan matizda anakasidan ko'rsatib deydigan suvi yemirishi. Ashi bo'yicha edi. Qo'limni bunday qilib tepaga ko'tara olmas edi. Oyog'imni siljita olmas edi. Qishi bilan qattiq og'rib chiqdi. Nihoyatda qiynalganman. Umuman o'lishga ham qiynalgandim. Operatsiya qilamiz dedi, operatsiyaga unamadim. Bitta qo'limda bunday ushay desam tushib ketib qolardi qo'lim. Opam o'zi tavsiya qildi. Toshkentda opam borlar. Shular 1 yil ichdim dedi. Juda foydasini bildim. Oyoq bellarim og'rimay qoldi, sanam olib ichgan senim dedi. 4-darajadagi artroz kasalligi bilan ichi boshlaganman. Birinchi doktorlar operatsiya degan edi. Meni yondosh kasallarim ko'pligidan juda qiynalardim. Mensklarida, tog'ay bo'g'limlarida degenerativ o'zgarishlar aniqlandi. O'ng tizzam og'rirdi. Mana 1-2 yildan beri aniq bilintirib, bosganimda ezilib, tizzam xuddi urib ezilib qolgandek og'rirdi. Uchinchidan hozir 1-darajaga o'zi tushibdi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Bizlar jamoamiz bilan Top Doctors klinikasiga yetib keldik. Ko'rib turganinglarda bir qator yurtdoshlarimiz bizni mehr bilan kutib turishibdi. Biz ham shu o'rinda bularga o'zimizdan qo'limizdan kelguncha o'z maslahatlarimizni berib, yaxshi muolajalarni yozib berib, kelajakda butkul sog'ayib, yugurib ketishlarini tilab qolgan holda jamoamiz bilan yetib keldik. Yurtdoshlar, unda bizlar boshladik. Ketdik. Mana yaxshi bo'lganingizni bilishimiz kerak. Qanday yaxshi bo'lganingiz? To'qimlar tiklaganmi yaxshi? Mana hozir ko'pchilik yaxshi bo'ldim deydi-yu. Yaxshi bo'ldim degandan keyin ketadi uyiga, bilgan ishini qiladi. 6 oydan keyin og'rib qoladi. Oldi yaxshi edim deydi, keyin og'rib qoldim deydi. O'shani hozir ko'rsak, to'qima yaxshi qotgan bo'lsa, zo'r bo'lgan bo'lsa, bo'ldi. Endi ichmasangiz ham bo'ladi deymiz. Agar hali bor, shabadalash bo'lsa, qo'shimcha muolaja yozib berasiz, qo'shimcha muolaja. Shu bilan xudo xolasa davom ettirib qo'yasiz, ya'ni qo'shimcha muolaja bilan. Bu doktorlar sizlarni ko'rgani keldi, hammasi. Ko'rmasdan ketmang, bu yerda ginekolog bor, endokrinolog bor. Ko'rib ketasizlar tekinga hammasidan. Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zlarim ishlayapsizlarmi, charchamasdan? Rahmat. Qanaqa kasallik bezovta qilyapti xola? Artroz kasalligi, tizzamda og'riq bor edi. Necha yildan beri bor kasallik? 2 yildan beri davom etyapti. 2 yildan beri. Adashmasam, Nutva kompleks mahsulotini iste'mol qilgansiz. Qilyapman, hozir ham. Hozir ham iste'mol qilyapsiz. Qachondan beri iste'mol qilyapsiz Nutvani? Hozir 13-oyini ichyapman. 13-oy. Ta'sirini bildim. Og'riqlar pasaydi. Yurishlarim o'g'landi. Oyog'im og'rib bosolmay, bikolmay qoldim. Shularning ta'siri bo'ldi. Davolanishim yaxshi. Birinchi Nutvani qayerda, qachon yoki kimning tavsiyasi bilan
olib xarid qilib iste'mol qildingiz, ichdingiz? Men YouTube'ga kirib, Alijon videolarini ko'rib, shundan o'zim xulosa chiqarib olib ichyapman. Birov tavsiya qilgani yo'q. Qancha bo'ldi? Ichganimgami? 13 oy bo'lyapti. 13 oyni ichyapman. Hech ikkilanish bo'lmadimi? Olsammi, olmasammi? Ikkilanmadim. Yo'q, birovdan maslahat ham so'raganim yo'q. O'zim xulosa chiqarib, ishonch bilan ichyapman. Mana Xudoga shukr, ta'siri yaxshi. Oldin qanaqa edi sizda? Ichmasizdan oldin qanaqa holat edi? Holatim meni yondosh kasallarim ko'pligidan juda qiynalardim. Mana birinchi o'rinda tinchlantirdi, uyqum yaxshilandi. Davlenam, qon bosimim baland edi, shu ham pasaydi, normalni yuribman. Hozir mana ko'p kasallarimga davo bo'ldi. 5 oyda oyog'imni bukolmay qolgan oyog'im yozildi. 5 oyda qo'yib yubordim. Unga to'g'ri yig'lab yupanib yurdim, ishondim, ixlos qildim. 5 oygacha shu og'riqlarda bo'ldi ichmayman degan. Yo'q, ikkilanmadim. Qattiq ixlos bilan ichdim. Hozir ham ichib kelyapsiz? Ichyapman. Shu yergacha o'ziz keldingiz? Ha, mana harakatim yaxshi, bemalol yuribman, qiynalmayman. Yuryapman, yaxshi hamma. Boshqalarga ham tavsiya qila olasiz? Tavsiya qilaman, ikkilanmasdan, o'ylanmasdan olib ichishni tavsiya qilaman. Hozirgi bemorimizda qanaqa holatlar kuzatilyapti va ularga nima maslahat berasiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Hozirgi bemorimizda qalqonsimon bezida yetish mo'ljali kelib chiqqan. Ham qalqonsimon bezi o'zi kichiklashgan, hajmida gormonlar yaxshi ishlamayapti, ishlab chiqish yomon. Shuning uchun bu bemorimizga biz hozir qalqonsimon bezi gormonini yaxshilovchi preparatlar beramiz hamda oshqozon ichak trakti ham yaxshi ishlamaydi. Oshqozon ichak traktini yaxshilovchi preparatlar nazarchiya qildi. Qondagi gemoglobin juda past ko'rsatkichi, ayollarda 120 dan 140 gacha bo'lishi kerak, lekin xolamizda 70 gram litr chiqdi. Bu juda ham past, shuning uchun qon ko'taruvchi preparatni 2 oyga tavsiya qilaman. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi. Alaykum assalom. Yaxshi. Qanaqa kasallik bezovta qilib keldingiz? Meni tizzam, o'ng tizzam og'rir-edi-da. Mana bir 2 yildan beri aniq bilintirib, bosganimda ezilib, tizzam o'tib ezilib qolganda og'rir-edi. Yurishim qiyinlashuvdi. Buni eshitib rosa ixlos qildim. Juda ham ixlos qildim. Chunki avvalam unga bunga nima qilganman? Unutmaga rosa ixlos qilib ichdim 9 oy. Assalomu alaykum. Hozirgi bemorimiz nima bezovta qilyapti va ularga nima tavsiyalar berasiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Bemorimiz 34 yoshda, 3 ta tug'ruq, tabiiy tug'ruq bo'lgan. Bularda hozirgi kunda qinda shamollash, yallig'lanish, bachadon bo'ynida yallig'lanish, shu kabi muammolar bilan kelganlar. Bularni osmotr qilib ko'rganimda qinni orqa oldi devorini tushishi, опущение birinchi, ikkinchi stepeni и sistotseliya, rektotseliya tashxisi qo'yildi. Hamda birlamchi tekshiruv uchun mazok 3 и bak passiv analizini yozib berdim. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Rahmat, ishlayapsizlarmi? Rahmat. Dud va mahsulotini iste'mol qilgan ekansiz. Qanaqa kasallikka qarshi iste'mol qildingiz? Grijaga nihoyatda shifo bo'ldi. Haqiqatda yaxshi shifo topdim. Necha yillik kasallik edi sizda grija? 10 yillik. 10 yillik grija. 10 yillik grija edi. Necha santimetr? 5 santimetr, 6-7 santimetr. Haqiqatda yaxshi bo'ldi. Qancha ichdingiz? Bilindi. Bir kursi tugadi hisobda. Endi ikkinchi kursi. Lekin ashunda ham qanaqasini topdim. Foydasini. 3 oy ichib, bir kurs 3 oy ichdingiz, foydasini topsiz. 10 yillik grijada. Bilindi. Haqiqatda to'g'ri. Nihoyatda yaxshi bilindi. Xo'p, grija bo'lgan vaqtingizda qanaqa holatlar bor edi sizda? Qanaqa og'riqlar shularni? Ro'mol urolmay, nihoyatda qiynalganman. Haqiqatdan. Nihoyatda qiynalganman. Ro'mol o'rashga ham qiynalganman. Oyoqlarimda ham og'riq bo'lardi. Shu yergacha o'zingiz yurib keldingiz. Voy, mana hamma yog'im yaxshi. 3 oyda. Hozir o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Qanaqa yengilman, rahmat. Nihoyat yengilman. Yengilsiz. Qayerdan ko'rib iste'mol qilishga qaror qildingiz? Unutmang. Televizorda ko'rdim. Televizorda ko'rib, bolalarim telefon qildi. Yetkazib berishdi, hech ham muammo bo'lmadi. Eshitdim, telefon orqali aloqada bo'ldik. Yo'q, yaxshi. Mana ko'rikka keldik. Tavsiya qilasizmi unutmay ichishni? Voy, hamma ichsin. Og'riyotganlar hammasi ichsin. O'zini sog'lig'i uchun kurashsin. Assalomu alaykum. Hozirgi bemorimizning holatlaridan kelib chiqib, ularga nima tavsiyalar berdingiz? Shular haqida biroz gapirib bersangiz.
Bu bemorimizni tug'ruqdan keyingi testda simfizit aniqlandi. Homila ularda katta bo'lgan. Ya'ni 5 kilo, 4 kilo tuqqanliklari sababli va COVID kasalliklarini boshdan o'tkazganligi sababli simfizit, ya'ni son chanoq suyagidagi yallig'lanish kuchli ketyapti, son chanoq suyagida kuchli og'riq ketyapti. Undan tashqari tizza bo'g'inlarida artroz 2-stepen. Ularga hamma kerakli bo'lgan lecheniyalarni qo'llariga yozib berdim. Bajaradilar va bizlarni nutva kompleks mahsulotimizni 6 oydan beri ichayotgan ekanlar. 6 oyda zo'r natijaga chiqibdilar. Hozir og'riqlar yaxshilangan, yallig'lanishlar ketgan, yana davomiyligi bor, lecheniyalarida davom ettiradilar. Assalomu alaykum xolajon, yaxshi keldingizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zinglar ham charchamasdan yerda xizmatida. Rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Shunchalik odamlarni nima deydi, haligi mushkullarni oson qilib, kelib, shunaqa qilib o'tkazib, bu ham bo'lsa bir arjon ukamni nima deyman, haligi bir nimasida bu odamlarga. Rahmat katta xolajon, nutva iste'mol qilgan ekansiz. Nutvani men 9 oy ichdim. Meniki mana bu katta mana suvi bilan matizza anaqasidan ko'rsattiroz deydi ekan, suvi yemirilishi. Ashi bo'yicha edi. Kelganimda rosa ham ahvolim og'ir edi, arjon ukamiz ko'rgan. Mana shuni qanoat qilib ichib turing, yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Men buni 1 oyda natijasini bildim, ichib. 1 oyda. 1 oyda. Mana katta suyaklar o'ralari qoldi. Eng yomon narsa uyqu yomon edi. Kechasi uxlamasdim, qanday bandalar uxlayapti ekan deb. Kechasi men uyqularim yaxshi bo'ldi, dalinam yaxshi bo'ldi. Buning ustiga 2 marta yurak xurujini o'tkazganman o'zim ham. Ashlarda nima bo'lib, yaxshi bo'lib, hozir yaxshi. 3-dan hozir 1-darajaga o'zi tushibdi. Yaxshi bo'ldi. 3-darajadan 1-darajaga qancha vaqt iste'mol qildingiz? 9 oy ichdim. 9 oy ichida 3-darajadan 1-darajaga tushdi. Bu necha yil kasallik edi sizda? Bu kasallik ancha vaqtdagi kasallik ekan. Men haligi oyog'im og'riyapti, sovuq o'tib ketganman, bilmayapti deb hali achishib qolardi yurganimda. Hali suvga patinkani suvga kiyib yurganingizda g'irchi-g'irchi qiladi. Anaqa bo'lib qoladi, poy chiqib ketgan odamga o'sha. Keyin bu ulardan YouTube'dan o'shdagi qandashlarimiz olib ichgandan keyin ashlardan olib ko'rib ichib, keyin bildimda bu haqiqiy bu o'zi suyagi bo'yicha mana nima nutva o'zi dori ekan, tabiiy giyoh. Ichida bir haligindagi giyoh yo'q, bir anaqa bir ximikat narsa. Buni ichgandan keyin tanangizga yayraydi ekan, quvvat ekan, malham ekan, asabga ayniqsa. Men mana davlatda ishida ishlaganim uchun hali asab ishlari ham nimada menga. Shuning uchun shu asab bo'yicha ham juda katta bir nimasi bor ekan buni. Bu bitta suyak yemirilishiga emas, umuman organizmda ichki nimasi bo'yicha ekan. Mana qonlarim kelib yaxshi bo'lib qoldi. Girjan singar bo'lib chiqib ketgan edi. Ko'rgan odamlar bir 6 oylik bolasi bo'lgan bu xotinimga. Mana bitta qo'limda endi o'sha desam tushib ketib qolardi qo'lim. Biylarni ham hozir bemalol jismoniy ish, uydagi ish hamma yoqda qilaman. O'zingiz keldingiz shu yergacha? O'zim keldim shu yergacha harakatlanib, bemalol namozga turaman. Uydagi ancha-muncha qishloq yerlar, agurut deydi, ularni ham qilaman. O'tgan safar Arjon ukam bilan uchrashib ketganda o'tgan safargi konsultatsiyalarga nimada bo'lgan, anaqada, Chinor gastitsasida. Shunda borganimda ko'rib, bu o'tgangidan ham zo'r bo'lib qolibsiz, opa. Buni natijasi nima deganda, buni natijasi bu sizning sayil mehnatingiz. Chunki 12 yillik bu mehnatning natijasida bu, bolam. Oson ish emas bu. Hali gapirganlarga oson. Men shu o'rinda hozir nima deb o'tmoqchiman? Bugungi konsultatsiyaga kelganlarga shunchalik odamlarning nimasini qilib, mana ro'za oylarda ham tingan yo'q. Og'ir bemorlarimizga bordi. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin. Bundan nari yana ham odamlarga ko'proq bir foydasi tegar umiddaman. Yig'lab yuboraman-da shunaqa. Voy, nimaga yig'laysiz, xolajon? Ularda umurtqalararo detektorlarasi aniqlangan. Hozir o'lik apparatini tekshirib ko'rganimizda oyoq bo'g'inlarida o'sha tizzalarda hech qanaqa yemirilish nimalar ko'rinmadi, lekin mensklarida, tog'ay bo'g'limlarida degenerativ o'zgarishlar aniqlandi. Shunga binoan o'zimiz tavsiyamizni berdik. Birinchi navbatda bular qiladigan narsalar ortopedik tartib saqlash kerak. Ya'ni bu degani jismoniy yuklamani kamaytirish, keraksiz yurish, ortiqcha yukni ko'tarmaslik, zinadan chiqib tushayotgan vaqtda o'zini ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Keyin struktum kalsiy preparatini tavsiya qildim. O'sha unda bittadan 2 mal 2 oydan ichib turadilar. Keyin o'sha nutva preparatni ichayotgan ekanlar, o'shani davom ettiradilar yana. Keyin o'sha umurtqalardagi o'sha grejalar uchun LED insensinat bilan natriy xlorli kapni saqlab 10 kun o'radilar.
keyin neyroton bu vitamin B kompleks nervlarda o'tkazuvchanlikni yaxshilab beradi. O'sha o'tkazuvchan qancha yaxshi bo'lsa, og'riqlar shunday kamayadi. O'shandan mushak orasi 5 kun o'radilar. Serratayallanish qarshi tabletka, u o'sha bittadan 3 kun 20 kun ichaveradilar. Keyin og'riq bo'lgan vaqtlarda o'zlarining ehtiyojlariga qarab ovqatdan keyin 2-3 mahal ichib ko'rsa bo'ladi. Shu o'zini ehtiyot qiling, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Va alaykum assalom qizim, yaxshi, Xudoga shukr. Qanaqa kasallik bezovta qilgani uchun keldingiz xolos? Disk rejalar, genetik tomondan mioma, dolinalar. Shu kasallik uchun shu nutvani shu televizorda reklama qiluvdi. Shundan olib, hozir birinchi etapdan ikkinchi etapga o'tyapman. 3 oyligini ichib bo'ldim. Birinchi kursini ichib, endi ikkinchi kursini boshladingiz. Ajoyib. Sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Endi shunaqa yaxshi ta'sir qildiki, qo'limni bunday qilib tepaga ko'tara olmas edim, oyog'imni siljita olmas edim. Qishi bilan qattiq og'rib chiqdi. Ash nutvani ichganimdan ko'kol dori, tabletkalarni ham umuman iste'mol qilgim kelmay qoldi. Shu o'zi yaxshi qilib qishi bilan. Necha yillik kasallik edi sizda grija? 20-yildan beri 8-fevralda ichishni boshladim. Ta'siri yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Shu chiqargan doktorlarga ham rahmat. Oldin qanaqa holatda bo'lgansiz? Mana qo'lim og'rigan degansiz, harakatlanishga qiynalganman degansiz. Hozir endi qanaqa o'zgarishlar? Endi hozir bemalol harakat qilib, qo'l ro'mollarimni o'rab, oyog'imda ham necha yursam qanaqa hansirab qolar edim. Yaxshi, hozir yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Shunga ishonch hosil qilganim uchun yana olib ichmoqchiman. Nutva dorisi hammaga qanaqa nojo'ya ta'sirlarni sezmadingiz? Yo'q, nojo'ya ta'siri bo'lmadi. Xudoga shukr, yaxshi ta'sir qilyapti. Qolganlarga ham nutvani iste'mol qilishni tavsiya qilgan bo'larsiz? Qolganlarga ham albatta, shu O'zbekistonimizning hamma fuqarolari olib ichishni tavsiya qilaman. Menga yaxshi ta'sir qilyapti, Xudoga shukr. Ichib, mana Xudoga shukr, og'riqlarim qolib, o'z oyog'imda yaxshi bo'lib yuribman. Davom ettirish niyatingiz-chi? Davom etish niyati bor, Xudo xolasa 8 oy, 9 oy ichaman, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirgi bemorimizni nima bezovta qilyapti, qanaqa kasallik bezovta qilyapti va ularning holatlari qanaqa? Nima tavsiyalar berasiz? Bu patsientimizda hozir ko'rik vaqtida ikkala tizza bo'g'imida suyuqliklar aniqlanyapti. Xo'p, hamda suyaklarida ozgina artroz belgilari ham bor. Birgalikda suyuqlik bilan ikkala tomonda. Ikkala tizza bo'g'imida deformatsiyasi ham kuzatilyapti. Deformatsiyasi mana shu uzoq yillar davomida davom etgan surunkali sinovit hisobiga va artroz hisobiga suyaklarda deformatsiya jarayoni kuzatilyapti. Bu bemorimizga tavsiyalarimiz antibiotik terapiyalar olib turiladi, og'riq qoldiruvchilar olinadi, sovuqdan o'zlarini ehtiyot qilib turadilar va mana shu yozib berilgan davo muolajalarni olinsa, hammasi og'riqlari pasayadi, suyuqliklar so'rilib ketadi. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qaysi kasallik bilan keldingiz xolajon? Men tizza og'rig'i, bel grejasi bilan keldim. 15-yildan beri oyoqlarim og'rib yurar edi. Bu yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Operatsiya qilamiz deyishdi, ikkala tizzami. Nimaga operatsiya qilamiz dedi, operatsiyaga unamadim. Keyin mana shu nutvani ko'p televizorda reklamasini ko'rdim. Boshqa dorilardan juda ko'p eshitdim. Uxlay olmayman, kechasi ashunaqalar bo'lib yurdim. Keyin nutvani tavsiya qilishdi. Necha oy iste'mol qildingiz? Hozir 5 oy iste'mol qildim. Uyqularim yaxshi, ishtahalarim ochilib qoldi, davleniyam ko'tarilmay qoldi. Xudoga shukr, hassamni ham tashadim. Endi shu yergacha o'siz keldingizmi? Shu yergacha, xo'jayinim olib keldi, o'zim keldim. Oldin harakatlanish qanaqa edi? Oldin harakatlarim kalaskada yurdim. Avvalroq nimada davolanganimda tashadim. Lekin hassani
tashladim. Ha. Kolyaskada yurgansiz, keyin hassaga o'tgansiz. Hozir nutvani ichgandan keyin hassani ham tashladingiz. Hassani ham tashladim. Endi hozir keldi xabar berishdi qizlarim. Shunaqa dedi, endi bir o'zi bilan ham suhbatlashib, yana qolgan bilmagan narsalarni Alijon va Billayevga uchrasam, yana boshqa tavsiyalar qilsa, ajomas yana yaxshi bo'lib ketsam bundan ham. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Allohga shukr, rahmat. Ayolim 5-4 yildan beri har xil kompaniyalarda dorilarni iste'mol qilib davolanardi. Lekin keyinchalik mana televizorda Alijon G'aybillayevning nimasini ko'rgandan keyin reklamasi shunga qiziqish ortib iste'mol qildi. Ular bilan telefon orqali bog'langanimizdan keyin ular aytdiki 10 kun kasallikni qo'zg'ab oladi dedi. Haqiqatda shu bo'g'in kasalliklari. Haqiqatda aytganlari amalga oshdi. Undan keyin uzoqqa yura olmas edi. Hozir uzoqqa yurib, yaxshiroq ta'sir qilib nima qilardi. Endi men shu ukamga hali Allohning nazari tushgan ekanmi, bu bolaga ishlarida omad tilab, kampirimga ham Allohdan shifo tilab, ko'pchilikka shuni tavsiya qilaman. Sizlarga rahmat. Andijonga kelib, mana shunaqa sayyor qabul uyushtirganlari uchun ham katta rahmat. Men familiyam To'lanib Abduhoshim. Yulvoq ittifoq mahalla fuqarolar yig'inidanman. Oltinko'l tumanidanman. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat. Tezroq kelib turinglar. Ishinglarga omad, bo'linglar salomat. Assalomu alaykum xolajon, yaxshi keldingizmi? Allohga shukr, rahmat qizim, yaxshiman. Xursandmiz. Xolajon, sizda qaysi kasallik bezovta qilgan? Menda bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, ichki organizmlarimda ishqilib ozgina kasalliklarim bor edi. Hozir mana 3 oydan beri ichyapman. Qayerdan ko'rib ichaman. Meni masalan buni opam o'zi tavsiya qildi. Toshkentda opam borlar. Shular 1 yil ichdim dedi. Juda foydasini bildim. Oyoq bellarim og'rimay qoldi, san ham olib ichgin senim dedi. Men opamga aytdim, telefon qilib, shunda opam nomerini berdilar. Shunda yana keyin opam orqali oldim. Nomerlarni olib, hozir mana 3 oydan beri ichyapman, Xudoga shukr. Boshqa nojo'ya ta'sirlarini sezmadingizmi? Yo'q, bir nima desam bo'larligi, sal og'riqlar sezdim. Endi og'riq qoldiruvchi ichib turdim. Shunaqa keyin nima desam bo'lar, ozgina davleniyalarim nima bo'ldi, o'z davleniyam bor edi menda ham. Davleniya dori ichib yurar edim. Keyin ozgina u ham qo'zg'adi. Yo'q, hozir yaxshi, normaliy ahvolda yaxshi. Vrachlar bilan gaplashib ko'rganingizda nima deyishdi? Boshida ichadigan og'riqlar bo'ladi yoki bo'lmaydi deb shu haqida ham sizga ma'lumot berishganmi? Ma'lumot berishdi, ozgina qo'zg'alishi mumkin dedi. Unda dedi, siz anaqa qo'rqmang, u o'tib ketgan, o'tkinchi narsa dedi. Lekin hozircha Allohga shukr yaxshi har holda. Og'riq qoldiruvchi olamancha og'risa, yoki bo'lmasa davleniya bo'lsa, davleniya dori ichib olaman. Lekin buklarni to'xtatganimga ichib yuribman, Xudoga shukr yaxshi hozircha. Mana keyingi etapini ham oldim hozir. Ikkinchi kursini ham oldim yana. Hozir keyingi etapini ham yana Xudo xolisa davom etiraman. E'tirozlaringiz bormi nutqaga? Yo'q, hozircha u masalan tabiiy narsa, zararli tomoni yo'q. Masalan men hammaga tavsiya qilsam kerak deb o'yladim. Yomon tomonlari yo'q-ku buni. Shuning uchun yo'q, unaqa e'tirozlarim yo'q. Yaxshi, ha. Xursandmiz xolajon. Xursandman, rahmat qizim. Hamma sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Shifo bo'lsin ilohim. Hamma ishonch bilan ichyaptim, ishqilib Alloh shifosini bersin ilohim. Bu tabiiy narsa deb o'ylayman, baribir shifosi bo'ladi albatta. Sabr qilsak, albatta sabrda ish katta. Albatta Xudo xolasa bo'ladi. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qanaqa kasallik bezovta qilgani uchun keldingiz xola? Men 4-darajadagi artroz kasalligi bilan ichib boshlaganman. Birinchi doktorlar operatsiya degan edi. Shundan keyin men nutvani eshitib qoldimda, mana 2,5 yildan o'tdi, shu nutva dorisini boshladim. Hozir 3-etapdan ham o'tdim. Xudoga shukr, mana yaxshiman. Namozlarni o'qiyapman. Ana, shu bilan birga grija kasallarim, belimdagi grija kasallari tuzaldi. Necha yillik kasallik edi sizda bular? Menda bir 15 yil yog'idagi kasal. 15 yillik kasallik. Nutvani qachon, qayerda ko'rib, qancha muddat iste'mol qildingiz? Men nutvani birinchi shu YouTube kanalidan ko'rdim. Shundan keyin ashunda ham ichmadim, ancha kuzatdim, qanaqa natija bo'lar ekan deb. Keyin yana tavakkal qildim-da oldim. Mana hozir 2,5 yildan o'tdi. Hozir 3-etapdan ham tushdim. Xudoga shukr. 3-darajadan ham tushdim. Ikkinchisiga o'tdi. 2ga o'tdim. U o'sha 4-daraja vaqtda qanaqa sizda holatlar bo'lgan? Og'riq, harakatlanishlaringiz qanaqa bo'lgan? Juda yomon edi.
Og'riq juda yomon edi. Har yurganda qadamimni bosganimda ko'zimdan yosh chiqib yig'lar edim. Og'riq juda kuch edi. Mana Xudoga shukr, sekin ta'sir qildi. Mana endi hozir namozlarni o'qishga, Allohga shukr. Harakatlar mana 10 ming qadam, 12 ming qadam yuraman bemalol. Harakatlar yaxshi. Charchoqlar yo'q. Hozir mana doktorga ko'rikga kirib chiqdim. Hech qanaqa muammo chiqmadi menda. Ajoyib, qoyil. Rahmat sizlarga. Yo'q, hech qanaqa nojo'ya ta'sir yo'q. Doktorimizga rahmat, shunday dorilarni izlab topgan. Sizlarga rahmat, shu kompaniyalarda faoliyat ko'rsatayotgan. Hammalaringni ishlaringni rivojini bersin deb so'raymiz Xudodan. Rahmat, xolajon, tavsiya qilasizmi? Unutmang. Tavsiya qilaman, albatta olinglar, ichinglar, hech qachon adashmaysizlar. Do'stlar, Andijondagi Top Doctors klinikasida bo'lib o'tgan suhbatlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Suhbat jarayonida nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlar, ya'ni Qirg'izistondan ham bir qator yurtdoshlarimiz maslahat olgani kelishdi, xursand bo'lishdi, ketishdi. Endilikda yaqin kunda 27-aprel kuni Buxoro shahrida ham xuddi shunaqa ko'riklar olib boramiz. O'tkazib yubormanglar. O'ylaymanki, juda ham bir qiziq suhbatlar bo'ladi. Sog' bo'linglar.